Mana bu 1, 2, 3 tasi keliningizga buqoqqa, ikkita bodom yog'i bilan birga bu buqoqi so'rilib ketadi. Bittasi 1 oyga yetadi, 3 tasi 3 oyga yetadi. Bu nabirangizga jig'urtiga va immunitetiga. Mana bu esa sizga ham miomaga, mumio, keyin mana bu bo'g'im og'riqlariga ham, bu bo'g'im og'riqlariga, bu ham bo'g'im og'riqlariga, mana bunisi bu qarang, bu yerda zveroboy bor, melissa bor, sborniy bu tayyorlangan. Bu mozi, buni tampon qilasiz. Ichga o'shanaqaga tampon qilasiz, buni ichasiz. Bu gorkiy palin, bu erman bor joyda er o'lmas deydi. Вообще zo'r giyoh, qon tozalaydi bu. Mana bu qon tomir devorlaringizni kengaytiradi, omila, yurakni baquvvat qiladi, qon suyultirib, qon aylanishingizni yaxshilab beradi. Mana bu valeriana ildizi, mana anchagina qilib solib qo'ydim. Bu sizning asablaringizni tinchlantiradi, yoshartiradi. Mana bunisi kundur, 200 gram solib qo'ydim kundura. Bu bayarishnik ham yurakka, ham qon suyultirishga, tanadagi og'riq, bo'g'im og'riqlariga. Mana bunisi esa buyrakni yuvadi. Mana hozir sizni davolashimizdan oldin birinchi yuvib tozalab olishimiz kerak. Mana bu jigar o't qopini, qonni tozalasa, mana bu esa buyrak yo'li, siydik yo'lini ravon qilib